Atiga 27.800 dollarga Severniy mikrorayondan birinchi qavatda joylashgan 2 xonali uy olgan bo'lamidinglar? Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Ushbu ko'rib turgan birinchi qavat uylarda, shu birinchi podyezddan kirganinglarda 2 xonali kvartiramiz sotilyapti ekan. Hozir sizlarga xonalarini tezgina ko'rsatib o'taman. Manzilni to'liq qilib oxirida tushuntirib beraman. Xo'p, xonadonimizga kirishimizda bu tarafda bitta xona ko'rasizlar. Bu yerda xo'p shu sanuzil. Bu tarafda bitta kengina xonasi bor. Bu yerda esa oshxonasi. Uyimizning shu orqa tomoni, shu ikkita deraza, bu deraza. Uyimizda kommunal jihatdan hech qanaqa muammo yo'q. Gaz, suv, svet, kanalizatsiya hammasi bor. Hujjatlari joyida, sotuvga tayyor deyapti. Ana endi sizlarga manzilni tushuntirib o'taman. Manzilimiz Andijon shahar Trikotaj savdo markazining oldidagi svetofordan 300 metr kirganinglarda, o'ng qo'lga burilganinglarda, shu ko'rib turgan dominglarda birinchi podyezdda joylashgan. Narxini yana bir bor eslatib o'taman. Joy egalari tomonidan 27.800 dollar baho so'rashyapti. Pastda raqamlar qoldiramiz. Aloqaga chiqib, bemalol chiroyli narxlarga baraka qilishingiz mumkin.